Aya, dadamga indamaysiz o'tiribdimi? Kim odam? Kim mashinasini bilding? Mahallada Absottar aka mashinasi. Kalmozramen, brat. O'zingizga bilan. Yana olding mashina. Bermon, ota shu damas sizga endi inshaalloh. Biroz bir havas qilsa bo'ladigan video. Juda ham trogichniy video. Ana shu bala oilaviy sizlarni alda yuribdi desam, ishonasizlarmi? Hozir men sizlarga fakt bilan qo'yib beraman. Okey, bo'ldi. Bu ham o'sha mashina. Prosta 20-aprelda 2025-yil shu bala videoga. O'g'lingiz-yu mayli, laboldagi juda yaxshi bilaman. Kerak bo'lsa juda ko'p fakt bor. Lekin siz buni ayasi ham qo'shilgan shu videoga. Oilaviy shunaqa qilibsizlar. Aytayapman, modaga chiqib qoldi. Bomushni yoqib, jinnini yoqib, bidalagani yoqib, ko'tarilib olish. Sizlarga o'xshagan oilaviy mashinniklar bilan mashkalar qo'yib ketgandan keyin, etidan keyin haqiqiy haqdorlar chiqib, video qo'yib, "Men shunaqa qiynalyapman, yordam qilinglar" desa, u sizlar pul so'ramayapsizlar, gap yo'q. Lekin pul so'rab yoki yordam so'rab kimdir chiqadigan bo'lsa, itam ishonmaydi xalq tugul. Ishonaveringlar. Vijdonlikni ozgina ishlatinglar, bunaqa iplosgarchilik qilmanglar. Yurib ko'tarilsalar nima bo'laveradi? Xalqni nayob bo'lsa qilib ko'tarilgandan ko'ra uzoqroqqa borasizlar. Ana shunaqa gap. Oilaviy salom sizlarga.